Mana akalar, navbatdagi tarozimiz ham tayyor bo'ldi. Bu tarozimiz qo'y tarozi bo'lib, zakazga tayyorlandi akalar. Bu tarozimiz 1 metr 70 ga 120 balandligi 1 metr akalar. Tortish kuchi 500 kg. 2 yil garantiyasi bor. Bu tarozimiz Toshkent shahar Nazarbekka jo'nab ketyapti akalar. Akamiz zakaz qilganda, xudo xolasa bugun egasiga topshiriladi. Akalar, va'da quyida yana tarozlarimiz bor. Bu tarozlar bezli shotka varianti. Mol tarozi 2 metrga 1 metr. Tortish tonnasi 2 tonna hisoblanadi akalar. Bu tarozlarimizga 2 yil garantiyalari bor. Kimdagi shunaqa sifatli mol, qo'y tarozilari hamda mashina tarozilari 100 tonnagacha bo'lgan tarozilarga cheklanmagan miqdorda zakaz olamiz akalar. Mana bu yerda xudo xolasa ertaga bitib qoldi. Angirenga olib borib o'rnatamiz 16 metrli tarozimizni. Kimdagi shunaqa sifatli tarozilar kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. Manzil mana shu metan zapravka akalar.